O'zbekistonda hech qaysi burchagida hali bunaqa biskvit yemagansiz. Videoga yaqinroq keling, sababini aytaman. Sababi bu xitoyliklarning retsepti bo'yicha biskvit tayyorlash usuli. 6 ta tuxumni oqidan sarig'ini ajratib olamiz. Tuxumni oqini esa ustini strich bilan yopib 15 minutga chekkaga olib qo'yamiz. Tuxum sarig'ini ustidan 100 ml sut solamiz, 30 g o'simlik yog'i solib vinchikda bitta massa qilib aralashtirib olamiz va 100 g un solib yana aralashtirib chekkaga olib qo'yamiz. Dam olgan tuxum oqini ustidan esa 30 g yoki 50 g shakar solib, 5 g limon suvini siqib, ko'pirtirib olamiz. Agar sizda tuxum ko'pirtirgichingiz bo'lmasa, choperda ko'pirtirsangiz ham bo'ladi. Tuxum oqini bir lopatkasini tuxum sarig'ini ustidan solib aralashtirib olib, keyin hammasini birga tuxumni oqini ustidan solib aralashtirib olamiz. Biskvitga ketadigan mahsulotlarni necha grammdan solinishini opisaniyada to'liqroq yozib qoldiraman. Biz videoda guruch pishiradigan qozonchada pishirishyapti. Siz esa skоворodkada yarim soatga pishirishingiz ham mumkin. Skоворodkada necha minutda pishishini bilmayman. Pishgunicha pishiring va zubachkada tekshirib ko'rishingiz mumkin. Men o'zim bu usulni sinab ko'rdim, bittada o'xshab chiqdi. Shu uchun retseptini sizlarga qo'yishga qaror qildim. Xohishingizga qarab o'rtasini kremlar bilan bezatishingiz mumkin, lekin o'zini yesangiz ham mazali bo'ladi. Retseptni hozirroq saqlab oling va albatta tayyorlab ko'ring. Bilaman, shirinlik sevadigan dugonalaringiz bor va o'shalarga videoni yuborib qo'ying. Hammaga xayr.